Bor yo'g'i 450 ming evaziga qarindoshlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan dam olib ham davolanib ketishni xohlaysizlarmi? Unda men sizlarga Semruh sanatoriyasini tavsiya qilaman. Bu narx ichida sizlar kuniga 3 mahal bir-biridan shirin bo'lgan ovqatlarni iste'mol qilishingiz ham mumkin. Non, choy, salat, nima xohlasanglar hammasi bor. Bu joy menga toza havosi va tabiati bilan yoqdi. Ayniqsa yer tagidan chiqadigan suvni aytmaysizlarmi? Aynan shu suv bilan hamma lechenyalarni o'tkazishar ekan. Agar sizlarda davleniya, bo'g'im mushaklar og'riqlari, qandli diabet, ichki kasalliklar, oshqozon kasalliklari bo'lsa, aynan shu sanatoriyadan davo topib ketasizlar. Ayniqsa bu joyga ota-onangizni, yaqinlaringizni, qarindoshlaringiz, do'stu dushmanlaringiz kim bo'lsa ham olib keladigan bo'lsangiz, shunaqangi sizga rahmatli aytishadi, maza qilib davolanib ketasizlar. Xullas, bu joy maqtaydigan bo'lsam, gaplarim juda ham ko'p va bu videoga sig'masligi mumkin. Bu narxga bu sharoitni olish juda ham qiyin, lekin men sizlarga aynan shu narsani ilinib topib qo'ydim. Bemalol kelib, davolanib, ham dam olib, madaniy hordiq chiqazib, yaqinlaringizni xursand qilib ketishingizni maslahat beraman.